Mana uyim sharoitini ko'rib oling mana. Biz boqimandamiz-ku, yotib olib, yeb yotamiz. Hokimiyatga mana qilib bergan sharoitlar. Mana ko'rib oling mana. Mana birinchi sektorda bo'lmasam Namangan viloyati 3 tumani Shuhrat Musayev hokimi Shuhrat Musayev shega birinchi sektorga qaradilar mana. Ko'rib oling mana. Mana shunaqa uylarda o'tiramiz-da. Mana yemaxo'r bo'lib, yotib olib yeganimizdan mana sarflangan pullar narsa bo'lganidan mana kelib narsa bo'lganidan mana shunaqa bo'lib o'tiramiz mana. Mana ko'rib oling. Boqimanda bo'lganimizdan. Shuhrat Musayev Namangan viloyati 3 tuman hokimi Shuhrat Musayev uyimizga bir marta kelganmikinlar? Saydoy biror marta produkt olib mening uyimga ko'rgani kelgan ekanlarmi? Kelmaganlar. Uyimizni hattoki ko'rmaganlar-yu. Mana ko'rib oling mana. Mana ko'rib oling. Mana bir oshxonam bormi? Hech nima yo'q mana.